Diqqat, yaqin sharqdagi Eron va AQSh urushiga doir tezkor xabar. AQSh prezidenti Eron bilan o'rnatilgan o'q ochishni to'xtatish haqidagi sulh muddatini uzaytirishni e'lon qildi. U Truth Social tarmog'idagi bayonotida Eron hukumati kutilganidek jiddiy ravishda parchalanib ketganiga asoslanib, hamda Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif va Field Marshal Asim Munirning iltimosiga binoan bizdan Eron tomoni vakillari aniq taklif bilan chiqmaguncha hujumlarni qayta boshlamaslik imkoniyati so'raldi. Shuning uchun men harbiylarimizga Hormuz bo'g'ozi qamalini davom ettirishni va boshqa barcha jabhalarda tayyor turishlarini buyurdim. Ammo otashkesim sulhini Eron tomonidan aniq takliflar taqdim etilgunga hamda muzokaralar u yoki bu tarzda yakunlangunga qadar uzaytiraman deb e'lon qilgan. Ko'p o'tmay xabarni tasdiqlab, Pokiston bosh vaziri prezident Trampga otashkesim sulhi muddati uzaytirilishi munosabati bilan minnatdorchilik bildirgan. Bu bayonotlar Eron tomoni ikkinchi bosqichdagi muzokaralarga qatnashishdan bosh tortgani ortidan sodir bo'lmoqda. Ayni shu fonda AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning Pokistonga safari ham qoldirilgani ma'lum qilingan.